Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz tibbiy savodxonlik to'g'risida. Tibbiy savodxonlik bu o'z salomatligi to'g'risida ma'lumotlar olish, ma'lumotlarga to'g'ri baho berish, ma'lumotlarni o'z salomatligi uchun to'g'ri qo'llay olish bu tibbiy savodxonlik hisoblanadi. Tibbiy savodxonlikda nimalarga e'tibor beriladi? Birinchidan, hozir informatsiya asrida yashayapmiz. Ma'lumotlar juda ham ko'p. Internet ma'lumotlari ayniqsa Telegramga kirsangiz ham, Instagramga kirsangiz ham, YouTube'ga kirsangiz ham, Google'ga kirsangiz ham ma'lumotlar juda ham ko'p. Shuning uchun hamma ma'lumotlarga ishonib ketavermaslik birinchi qoidasi. Ma'lumotlarni tekshirib ko'rish. Iloji bo'lsa mutaxassis shifokor bilan maslahatlashish. Ko'chada ketayotganingizda, taksida, boshqa joyda ham odamlar har xil ma'lumot eshitib, har xil dorilarni nomini eshitib, o'shalarni ichib ko'rib, qo'llab, xatoga yo'l qo'yib, kasalligini o'tkazib yuborish holatlari kuzatiladi. O'shaning uchun tekshirib ko'ring ma'lumotlar. Birinchi qoidasi. Ikkinchi qoidasi o'zboshimchalik bilan davolanmaslik. Ayniqsa gormonlar, antibiotiklar va psixotrop dorilar masalasida juda ehtiyot bo'lish kerak. Endi hozir mana retsept tizimiga o'tildi. Vrach retseptisiz berilmayapti. Antibiotiklar ham, gormonlar ham, psixotrop dorilar ham. Oldin retseptsiz bor edi sotuvda. Shuning uchun albatta davolovchi vrachingiz bilan maslahatlashing. O'zboshimchalik bilan dori olib ichmang. Bu xato bo'ladi. Uchinchisi, o'sha ma'lumotlarni yashirmaslik, oshkora aytish. Ma'lumotlarni oldin o'zini tanasini eshita olish, tanadan keladigan signallarga to'g'ri baho berish. Ba'zida mana kichkina alomat paydo bo'lsa, yo yurak sohasida sanchish paydo bo'lsa, yo bosh og'riq paydo bo'lsa, davolash jarayonida bemor xavotirga tushib qoladi. Nima uchun? Yana meni kasalligim avj olyaptimi, nima bo'ldi, bezovtaligim ko'payyapti degan xavotirga tushib qoladi. O'shaning uchun tanangizdan keladigan signallarni eshitib, tinglab, uni shifokoringizga albatta aytishingiz kerak. To'rtinchi qoida, shifokoringizga ochiq-oshkora hamma gapni aytishingiz kerak. Ya'ni yashirib, sir saqlab yoki bo'lmasa ba'zida shunday holatlar ham bo'ladi, kasallik alomati bo'rttirib ko'rsatilib, bular qo'pol xato. Masalan, bo'rttirib ko'rsatsa simulyatsiya deyiladi, yashirilsa aggravatsiya deyiladi. Shuning uchun shifokorga ochiq oshkora hamma nimani, ma'lumotlarni aytish kerak. Shart aytishlik. Shunda shifokor vaziyatga to'g'ri baho bera oladi, to'g'ri diagnostika qila oladi, davo jarayoni to'g'ri olib bora oladi va remissiyaga erishiladi, ya'ni kasallikni to'xtatishga erishiladi. Beshinchi qoida bu profilaktika, ya'ni oldini olish qoidasi. Bu sog'lom turmush tarziga rioya qilish, davolanayotgan bo'lsangiz dori-darmonlarni vaqtida, tartib bilan, rejim bilan ichish, dorilarni to'xtatib qo'ymaslik, shifokor bilan hamkorlik qilish, kasallikning remissiyasiga erishish, kasallikni keltirib chiqaruvchi har xil hamma sabablarini demak bartaraf qilish, bu profilaktika deyiladi. Profilaktika to'g'risida ma'ruzalarimiz bor. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi profilaktika bor. Shuning uchun profilaktikaga rioya qilgan odam kasal bo'lmaydi. Ya'ni kim kasallikni davolashda uni oldini olish oson degan qoidaga rioya qilingan bo'ladi. Shuning uchun e'tiborlaringiz uchun rahmat. Tibbiy savodxonliklaringizni oshiring. Demak, sizga qandaydir diagnoz qo'yilgan bo'lsa, albatta o'sha to'g'risida ma'lumotlar o'qing. Shifokor bilan hamkorlik qiling. Demak, bilimli, savodxon bemorni davolash, bilimsiz, kasalligi to'g'risida ma'lumoti yo'q bemorni davolashga qaraganda shifokor uchun ham ancha oson. Demak, hamkorlik ketadi. Agar bemor tushunmasa, hamkorlik emas, davolash jarayoniga xalal berish ketadi. Hali bir rivoyat bor, bemor tabibni oldiga kelganda, tabib biz 3 kishimiz, ya'ni men, sen va seni kasalliging, sen men tomonidan bo'lsang, ikkalamiz birga bo'lib kasalligingni yengamiz. Sen kasalliging tomonidan bo'lsang, meni ikkalalaringga kuchim yetmaydi degan shu rivoyat aynan
mana shu to'g'risida, tibbiy savodxonlik to'g'risida shifokor bilan hamkorlik qilish kerak va kasallikni tuzatib olish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.